Alqama vaqaligidagi hadis sahihmi? Savol. Assalomu alaykum. Rivoyat qilinadiki, Alqama aslida Rasulullohning katta sahobalaridan edi. U to'limi taqvodor edi. Ro'za tutatdi, namoz o'qiydi. U keyin to'y qildi. Ayolini onasidan bir oz afzal ko'ratdi. Keyin uningga ajal yetib kelganda, u kalima shahodat aytolmadi. Rasululloh uning onasidan uni kechirib o'tishni so'radi, lekin onasi unimadi. Ondan Rasululloh o'tin akilib Alqamaga o't yoqishga buyurdi. Buni ko'rib onasi Alqamani kechirdi. Ondan Alqama shahodat kalimasini aytoladi. Ustoz, bu hadis diyorimizda bakmi mashhur, lekin bu hadisni hadis kitoblaridan topolmadim. Sizningcha bu hadis sahihmi? Qaysi hadis kitobida bor? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Alqama degan kishining bu vaqaligi bayon qilingan hadisni Imom Abu Lays Samarqandi Tanbihul G'afilin degan kitobida, Imom Zahabiy Al-Kabair degan kitobida, Bayhaqi Shu'abul Iman degan kitobida rivoyat qilgan bo'lib, bu rivoyatlarning ba'zisining sanadida Davud ibn Ibrohim degan kishi bor. Yana ba'zisida Abul Varqa Faid ibn Abdurrahman degan kishi bor. Bu ikkalan hadisshunoslarning birdek ittifoqi bilan rivoyat qabul qilinmaydigan zaif yoki kazzab raviylardir. Demak, bu vaqali kelgan rivoyatlar sahih emas. Hadisshunoslar buning sahih emasligini ta'kidlagan. Imom Ahmadmi bu hadisni boshda Musnad degan kitobiga kirgizgan. Keyin zaif va yolg'on hadislarni tozalaganda Musnaddan chiqarib atgan. Musnadda mundoq kelgan. Imom Zahabiy bu hadisni Al-Kabair degan kitobida mundoq keltirgan. Imam Munzirmo At-Targ'ib va Tarhib degan kitobida bu vaqalikni zaiflashtirish iborasi bilan rivoyat qilib, buni Tabarani bilan Ahmad qisqacha rivoyat qilgan degan. Yana hadisshunoslardan Ibnul Javzi yolg'on hadislar to'plamida bu vaqalikni keltirib, bu hadis sahih emas degan. Yana Imam Shavkaniymi bu vaqalikni yolg'on hadislar to'plamiga kirgizib, sanadida rivoyati qabul qilinmaydigan va kazzab bor. Uning yana boshqa yo'llarimi bor degan. Boshqa yo'llarning hammasi ya yuqorqi Davud ibn Ibrohimdan yoki Faid ibn Abdurrahmandan xoli bo'lmaganlikdan bu hadis baribir sahih emas. Shayx Albaniymo Zaifut Targ'ib va Tarhib degan kitobida bu rivoyatni bakli zaif, silsila zaifa val mavzu'a degan kitobida to'qilma degan. Yuqorqilarga asosan bu hadisning bakli zaif yoki to'qilma ekanligi oydinlashadi. Shunga bu vaqalikni vaz tabliğlarda so'zlash to'g'ri bo'lmaydi. Agar ota-onani qaqishtish masalasida vaz nasihat qilmoqchi bo'lsak, Qur'on va sahih hadislardagi ko'rsatmalar yetib oshadi. Zaif hadislarni fazilatli amallarda oladigan olimlarmo hadisning zaifligi bak og'ir bo'lmaslikni shart qiladi. Shunga bu hadis ularning shartiga tushmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 10-numurliq fatvo.